O'sha bemaza kerak, kibrlik, rasvo, dorni taydan qochgan, hech kimni bir tiyinga olmaydigan, nasihatga quloq solmaydigan, o'zini kuchiga, puliga va tog'asi bitta joyda ishlasa o'shanga ishonib yurgan bemaza keriklar jazosini olsin uchun qiyomat bo'ladi. Zino qilgisi kelib turib, zinoga sharoiti bo'lib turib zino qilmay ekan, nasha chekishga ham imkoniyati bo'lib turib nasha chekmay ekan, qumor o'ynashga ham imkoniyati bo'lib turib qumor o'ynamay ekan. Nima, aroq icholmaymizmi? Hozirgi ichayotganlarni zo'rini ichib beramiz. Qimmatini ham, zo'rini ham. Ko'p ham ichalamiz kerak bo'lsa. Oshqozon zo'r, normal. Miqt hazm qiladi kerak bo'lsa. Lekin shularni nimaga biz haromligi uchun qilmayapmiz? Xuddi shu qilgisi kelsa ham harom ishlarda biz odatda qilgisi keladi-ku, qaysidir harom ishlarni. Bu nafs qurur shunaqada. Lekin shularni Alloh uchun tark qilib yurganlar qiyomat kunida do'liyasini olsin. Ya'ni jannatda olsin deb qiyomat kuni bo'ladi.